Hammaga assalom do'stlar, sizlar bilan men Javohir va bugun biz Minecraftda ya'ni qandaydir bir qo'rqinchli yer. Do'stlar, o'zim ham bir yer yaratdim, setini esa eslab qololmadim. Lekin u yerda juda ham shunchalik dahshatli narsa o'zgarib ketganki, mana buni qarangizlar. Bu yana nimasi? Bu qishloqqa qaranglar. Ha do'stlar, aytmoqchiman sizlarga. Bu qishloq g'alati ekan. Tushuntirgan bo'lsangiz bu yerga Herobrine kirgan. Mana bu yerlarni qaranglar. Hech nima qilmaganman men. Biroz yaratganman, zerikkandan keyin chiqib ketganman. Buni qarangizlar. Ana shu boraverganda nima? Yani ko'p narsalar chiqadi. Ana piramida. Buni ularga qarangizlar, chunki o'rtasida mana bunaqa maysiz bormi, oddiy joylarni o'rtasida unday cho'llarga bola bormi? Mana unda o'zi nima bor? Buni qarangizlar. Qanday bug bo'ldi? Hozir qaysi ko'ranyapti? Qiziqroq narsa bor edi. O'zim eslolmayman. Buni qarangizlar. Mana. Bu yana nimasi? Tushunib turganingizda bu yerga nima bo'lganligini bilasizlar. Bu yerda na qishloqi bor. Boshqa hech qanday narsa yo'q. Bir kichkina bir uycha bilan bir kichkina tog' qaygan nima? Agar bor bo'ldi. Bunaqa baglanishni voho. Shunda kulmaydi. Bu bagni qarangizlar. Cho'lda bormikan, yo'qmikan? Qani ko'raychi. Cho'lda yo'q ekan. Lekin mana bu baglanishga hech kim chidab tura olmaydi. Oxiri telefon viruslanmasi bo'ldi. Buni qarangizlar. Mana bu teshikchalar nimaga bor? Mana ularga o'q bormi bu yerda? Ayniqsa mana g'alatiligini qaranglar, mana g'alatiligini. Bu yerda bunday qumlar. Suvisi ikki xil. Botqoqniki bilan oddiy ikki. Endi bunisiga qarangizlar. Menda narsa bu yerga o'tib ketgan. Faqat chappa teskarisiga. Buni qarangizlar. Bu qanday baglanish? Voy yo'q. Buni o'zim portlayotgandim. Men o'zi bu yerlarni oxirigacha ko'rmagandim. Endi bular birgalikda ko'rib chiqamiz. Qayergacha bank. Balki Herobrine ham ko'rishimiz mumkindir. Yanayam bilmadim. Bu yerda hech qanaqa bug ko'rinmayapti. Mana bu orolchadan tashqari. Yo, bu yerda buglar ko'rinyapti. Kichkinagina orolcha, buni post qilib qo'yaman hozir. Xo'sh, bunaqa buglanishlarni qarang. Voy, bu yana nimasi? Qishloqlar osmonda to'kildimi? Buni qarangizlar, yarmi teshik. Do'stlar, miniroq uycha bor bo'lgan. Lekin bu yugurdagi jungli bularni bosib olgan. Buni hammasi Herobrine qilgan.
ortiga 3-tagina uy va nechta odam qani nechta ekan? 1 2 3 7ta va agregat bor. Qanday baglanish? Qaniki buni qarang sizlar. Oyo, bu yana nimasi? Ushbu yerlarda ham buglar bormi ekan? Ko'rayveraylik-chi. Ushbu yerlarda ham buglar juda ham ko'p ekan. Bu juda ham ko'p bug. G'alati. Ko'rayveraylik-chi, bunaqa buglar qancha bor ekan? Bu yana nimasi? Buni qarangizlar. Yo'q, bu yerda mersa cho'l bor ekan. Nima bor? Qanaqadir qizil cho'lmi bilmayman. Bu yerda ham buglanishlar bormi ekan? Yo'q, bu yerda buglanish yo'q ekan. Bu kichkinagina orolchami? Nima? Qandaydir bir qo'rqinchli narsaday ko'rinayotgandek bo'lyapti menga. Do'stlar, shu bilan videomiz tugaydi. Agarda mana shu videoga 10 ta like yig'ilsa, men shu videoda borku, mana shu qishloqchada o'zimni uy quraman, yashab ko'raman. Bir bilan kelar yo'q, bilmayman. Lekin indamasa kerak u. Yana ham bilmadim. Keyin esa sitda ham ko'rsatishim kerak sizlarga. Mana sit 0. Qanday bir qo'rqinchli tuyulyapti. Nomi ham 0. Mana do'stlar, bu yer nimaga qanday qilib buni bo'lganligi sababini aytsam, oxirgi paslarga o'tkazib yubordim. Mana shu yo'llarda bor ekan. Nima edi? Shu yerda turgan ekan, nomsiz bo'lib. Lekin unga kirdim. Lekin esa u shunaqa qanday bir qo'rqinchli buglar bilan to'lib ketgan. Bugungi video tugaydi.